Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Butun dunyodagi aziz xalqimiz, Qalbdan qalbga nomli programmamizning 11-sonini ko'rishingizni qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, albatta mana hash-pash tugacha tunugun boshlagandek qilgan programmamiz bugun Ramazonning 10 kuni bilan xo'shlashish oldi turibdimiz. Mana bu kunlar o'zining butun rahmati, barakatlari bilan shundoq suvdek o'tib ketyotdi. Alloh subhanahu va taolo bu xuddi ilgirki yillardagi o'xshash har Ramazonda huzuringizda bo'lib ustozlarimiz bilan birlikda texmi mo'l bu kunlarimizni o'tkazish uchun har xil temalarda suhbat qilib kelyapmiz. Alloh subhanahu va taolo barliq amallarimizni, tutgan ro'zlarimizni qabul qilib, so'zlangan temalarni loyiqida tushunib amal qiladigan shu baxtlik mu'minlarning qatoridan qilsin deb tilaymiz. Bugun temamiz bo'lsa, bugun e'lonimizda bergandek intayin muhim bir tema qilib to'xtalganligimizni o'zgarishning prinsiplari temasi to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Albatta hammamizga ma'lumki dunyoda hamma narsa suvdek o'zgarib turayotgan bir davrda yashayapmiz desak bo'ladi. Hech bir narsa turg'un bir narsa yo'q. Qaysi bir narsa turg'unlikda qolgan hamma narsaniki hatto suvdan tortib birdamda buzilganligini bilamiz. Ishlatayotgan butun hayotimizdagi barliq shu yangi uskunlarning davomli yangi nashri, yangi nusxasi yangilanib turdi, uni tushirib ishlatmasak shu bizga xizmat berayotgan bu uskunlarmi pat-pat to'xtab qolgan ish. Bugun hayotimizda mana shundoq fursatlar bilan to'lgan bu oyning ichida albatta nurg'un bilimlarni, nurg'un iymoniy jihatdan bo'lsin, bilim, islomiy bilimlarimiz nuqtasidan bo'lsin, buni kun sari yangilab turishimiz hayotimizning hattoki nimbag'o shundoq bir hikmatli so'zlar bir mu'minningki 2 kuni o'xshash bo'lmaydi. Agar 2 kuni tunuguni bilan buguni o'xshashib qolgan mu'min, musulmon ziyon ichida deganga o'xshash olimlarimizning so'zlari bor. Shuning uchun davomli holatda mu'min o'zining taqvoligi masalasida bo'lsin, Allohga yaqinlashish masalasida bo'lsin, qilayotgan yaxshiliklarda bo'lsin, chuqum u yuqori baldoq o'rlab ashundoq tirishchan bo'lishi, ashundoq iroda bilan bo'lishi kerak. Shuning uchun bugun biz bu temani qisqa vaqtimizda to'xtalaylik deb o'ltiribdik. Bugungi aziz mehmonimiz hammalar tanishib bo'lgan hurmatli ustozlarimizdan Sharq Turkiston Ulamolar birligi muavin raisi shundoq tadqiqot bo'limininki mas'uli Muhammad Yusuf Qarajimni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib qadam tashrif qilganlar uchun ko'p rahmat aytamiz. Rahmat. Alloh razı bo'lsin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy uchur vositasidagi aloqa vositalamiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishingizni, savollaringiz bo'lsa, so'rashingizni umid qilamiz. Shunaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Undaqda bevosita programmamizga kirib ketsak, hurmatli ustoz. Albatta muhim bir tema. Bu temamizni biz o'sha o'zgarishning qanday foydasi bor degan savoldan boshlasak. Bismillahirrahmanirrahim. O'zgarishning haqiqatan cho'ng foydasi bor. Dunyoda hamma narsa o'zgarib turadi. Hatto bu nabatotlardan tortib, hatto jamoatlargacha o'zgarib turadi ekancha. O'sha qaraydigan bo'lsak, suv qaraymiz, atrofni yeşillikka qaraymiz. Hatto o'sha tog'larmi, bo'ron chapqinlarning, shamollarning ashnimisi bilan tog'lardan o'zgarish bo'lgan. Ammo o'zgarish asta bo'lganligi uchun insonlar uni his qilmaydi ekan. İnsanlar mı özgürlüğünü xalaydı. Çünkü Allah Teala onunki kalbiga aşındaq bir şavqni, aşındaq bir narsani yaratgan insanlarda özgürlük xisleti var. Lekin nurgun insan bu özgürlük özününki hayatıga yeni bir sahibi etiş için yoki yeni yerden başlap deydi, yoki küçük bir işlerim var tügüsün deydi, yoki
nimem ahvolim küçükünü yaxshi olsun deydi. Ya aşında qilib kechiktirib nurg'unisi uni keyin unutib qoladi hamda. Şu özgürüşünün intancıq faydası var. Çünkü özgürüşünün insan özünün maddi ve manevi kudretini bileyleydi özgürüş arqılı. Men munda yaşavatdım, munda yaşag'alim bo'lgan go, mana bu bo'lgan deydi. Onun da başka hayat sahalarda terakki kıldı bu insan. İnsanın aklı terakki kıldı, cismani terakki kıldı. Onun için bilmegen köp neslerini özgertiş arkalık köp neslerini bilaleydi. Hiç olmasa zirikişlik okşaş turmuştun küçükün farklılık hamdi. Farklılık bir turmuşga çıkan diken hayatında bir yenilik bolğan, onun bir hoşal üzünü hoş kıla alaydı. Yenilikler bilen üzünü memnun kıla alaydı insanca. Şuna bu özgürüş bu muşu Allah Taala tabiatga qo'yib etgan bir qonuniyat bo'lganda insonlarda aşı qonuniyat bor. Ama insonlardagi özgürüş intayin az bo'ldi ekan. Masalan, muşu deydi tadqiqotchilar, cho'nglardagi özgürüş %2% bo'ldi ekan. Alaydı mıdaqliq cheniqqanlarda %4% bo'ldi ekan. Ama yoshlarda ko'p bo'ldi ekan. Yoshlardagi nisbati ko'p bo'ldi özgürüşniki. Ama özgürüş insan bazı vaqtida özü istemesi mi özgürüş buludu? İrade kılması mı özgürüş buldu? Ama bir irade tiklep, ben başından bir hayattan bundan bir özgürey. Ma halatını bana özgertey. Mesela bu Ramazan bizge intan yaxşı bir fırsatda bu. Ramazanda özümüzün burun adetlenip kalgan, düşküç uxlayotgan adetimiz, aylıqı ibadetini, assalamu aleykum da salamını bir bulapla çıkı tutkan, ibadetlerini pek aldıraş bilen kıtkan vaktimiz nimenem de muşu Ramazan'da Ramazan ibadet eyi boğallık için, uluk ay boğallık için biz Ramazan'ın 5'inde ahırıcı ibadet içinde his kılganlığımız için üzümüzde hem nesini mükemmel kılışını özgertimiz hayatımızda. Her kandak bir Müslümanın Ramazan'ın aldığı hayatından Ramazan'daki hayatı özgürüdür. Hoş. Muhim boğanı Ramazan'dan keyinki aylardımı aşı özgürüşünü saklap kalıp aşında mağalışı bek muhim hem de başka muşlar insanların böyle yaxşılık tarafı olsun ya ki yamanlık tarafı olsun özü bilip bilmeyi özgürüş intayin asla bolken muşu özgürüşünü tetkik kılış için alımını bunda kıptı da bir köldeki pakını kölünün suyunu epti pakı bilen bille yoğun bir kazangı septi. Su kölünün suyu normal aşı su pakı aşı boğanın hiç kadar özgürüş yok. Kölde tuğandaki turuluğu an asta aşı kazanın astığı ot yakıptı da asta ot yakkandıkken bu pakı muşu astalıktan hiç kimini his kılmalı hiç kadar bir nesi ıssıqlığını his kılmalı bu asta boğanlık için şunu 60 gradus'a bakanda pakı ölep kaldıkken demek özgürüş aşında naydı his kıldımaytkan insanı his kıldımaytkan derecede buldu ekan. Hemme narsa özgürüp durdu. İnsan özüm özgürdü. Ama onu cıqadan bilmeydi özünün özgergenlikini. Ama Ramazanda resmi irade tiklep men laqvalıqın taqvalıqqa uğurluqdan mındaqlıqı şücaat tiriklikki özgürmen deb özgerse resmi insan özgürdü. Eğer şu niyeti durus olsa şu Ramazandaki terbiyeni durus algan bolsa keyinki aylardım aşını saklap kalarlar da bu. Bu Ramazan bizge hakikaten naitip yaxşı bir medrese, bir aylık bir kurs, bir aylık bir bizge bir manevi bir mektep endi bizge. Resmi aşını adam özgürtkan adam Ramazan'da yaxşılık tarafki özgürdendi. Hoş. Allah razı olsun. Hem de dep ötkenlerde köpünçe insanlar mesela her xil bahane bilen kechiktirdi yoki ashunday qilib umrini o'tib ketganligini bilmaydi hamdi. İnsan nima uchun shunda o'zgarishni xohlamaydi? O'zgarishni xohlamaslik degan inson rohatga ko'nab qolsa, o'zininki rohatini buzishni hech kim xohlamaydi. Shunga bir inson bir rohatga bir kun olsa, shu rohatdan mumkin qadar o'zgarmisan deydi. Yana biri o'zgarishning keyin mushu rohatni yo'q qilib etib bir jafoga aylanib qolishni qo'rqidi. Yani bazı vaqtda bir özgürüş o'zini ish qilishga jafo tortishga sabab bo'lib qilishni shuni ko'zlaydi. Masalan, shu idora jamiyatlarda ish zavod, fabrika deymiz. Iyadagi özgürüş paydo qilsak, texmi ustimizga yukni evolimiz deb qo'rqidi masalan. Demak, insonlar har tarafdan ayda bunda qo'rqish, ishonchi qilolmaslik demiştin, şu özgürlüğünü xalmaydı. Demek, özü künep kalan rahat uğusidin müdürlaşını hiç xalmaydı. Lekin, rahatını taşlap,
tavakkal deb midirlaganlar cho'qim g'alaba qildi. Uningdanmi yaxshi bir rohatga erishalaydi masalan. Bir odam masalan bir velosiped minib mushundan abdan narsam yo'q meniki mushu. Agar buningdan qilib qolsam, buni o'zgartib olsam, balki buningdan jiqiq javob tortib qilishim mumkin deb o'ylashim mumkin. Agar u g'ayrat qilsa, aşı velosipeddan qutulib, abdan ishlab mashinaga erishishi mumkin. Masalan, demak, tavakkal qilib adam o'zgarishga qadam qo'ysa, albatta uning foydasini ko'rdi. Lekin insonlarniki o'zgarmasligi shu hayotim boshqacha bo'lib qolishi mumkin. Hozirgi rohat yo'q bo'lib qolishi mumkin. Balki hozirgi rohatga erishamaslik mumkin degan ayndaq andishalar bilan o'zgarishni xohlamaydi inson. Xo'sh. Temamizniki deganki mavzurimiz o'zgarishning prinsipi. Dinimizda hamda o'zgarishning prinsiplari haqida bir qancha gap. Dinimizdagi o'zgarishning prinsipi insonningki shu hurullikdan faoliyatga, laqvolikdan taqvolikqa. Demak, shu normal bir holatdan mukammalroq tarafga, yomon holatdan yaxshi holatga, gunohdan savobga. Demak, shu o'ziningki anda aksi ta'tir tarafga emas, yaxshi tarafdan yomonlikqa emas. Shu normal tarafdan texmi yaxshiga, nachar tarafdan yaxshilikqa, gunohdan savobga, chiqib yaxshilik tarafga o'zgarish. Fastabiqul xayrat degan oyatmi masalan? Fastabiqul xayrat. Yaxshilik yo'lida musobaqa qilishinglar, yaxshilikqa oldiranglar. Ya'ni bir daraja yuqoriroq, ma'nodan bir daraja yana yuksuninglar. Ya'ni shu bizning prinsipimiz yaxshilikdan yomonlikdan yaxshilikqa o'zgarish. Tam ta'tirida emas, yaxshilikqa o'zgarish, yaxshilikqa ilgirlash. Normal holatdan yaxshiroq holatga, u yaxshiroq holatdan texmi yaxshiroq holatga yuksilish. Faqatla shu yuksilish endi bizningki shu prinsipimiz. Buningga nimalardan foydalanish mumkin endi? İnsan shunda bir darajaga yetish uchun. Chunki insonning o'rganib qolgan narsasini, mayli o gunoh ma'siyatlar bo'lsin, kunib qolgan turmush shakli bo'lsin, yoki g'ururlikdan tirishib natija qozonib cho'ng bir natija qozonmoqchi. Maktabda o'qiyotgan bo'lsa masalan. Har qanday sohada bo'lsin, buni yengish unda oson emas endi. Shu anda buningda o'lga kerakkan insonga. O'lga ikki turli bo'lgan. Biri bundaqaligi g'oyibiy o'lga. Masalan, Qur'on Karim, payg'ambarimiz, burunqi solihlar, ularni biz ko'mdik endi, tarixdan o'tdi, biz uning ish izlarini o'rganamiz. Yani biri hayat ölgüler, hayat insanların arasındaki naati tirişcan, naati takvada, naati bilimlik, naati yaxşı kişilerin ahvalı qarab, aşılardan ügünüş emdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bir hadisi var ya şuna, ikki narsada hasad qilish yo'q, bu yerdagi hasad endi g'ibda endi. Menda shunda bo'lsa ekan deb arzu qilish. Biri pul molni kecha kunduz to'g'ri Allohning yo'lida sarf qilgan odamga, biri kecha kunduz Qur'on tilovat qilgan odamga, ashunday odamdan o'rganish kerak deydi. Ashunday odamdan o'rganish kerak deydi. Hadisning mazmuni hamda ash odamlarga qiziqish kerak. Shunday odamga qiziqish kerak. Hamda qiziqish palonning mashinasi bor ekan, mening mashinam yo'q, palonning bunda chiroyli uyi bor, mening uyim ko'na yoki palonning jiq puli bor, mening deb dunyolik narsalarda emas, dunyolik narsalarda o'zimizning tuvandikilarga qarab, aniga qaraganda mening ahvolim yaxshi, alhamdulillah, Allohga shukr deb. Ammo ibodat, oxiratlik masalalarda o'zimizning yuqoridagilarga qarab, ashundoq bo'lolmaymanmi, men ashundoq bo'lsam bo'ldi deb, ayda ulga qilish orqali, ulga tiklash orqali o'zimizga ayda ulgularni akilib, ayda nima qilish orqali biz o'zimiz nima qila olamiz? Mesela müştak özümüzü özgertelerimiz hem de. Demişka aşı adam şunda bulaptım demişka bulanmayman. Mesela palanı 5 vakit namazda mescitten kıp kalmaydı. Mesela palanı aşı Kur'an'da mançılak yadlaptı. Men demişka yadlayamayman. Men şunu demişkanda kılanmayman. Palanı nayet yakşı işlep özünün balırgımı bekip başkalarımı yardım kılatıdı. Men demişka yakşı anda işleyemayman. Degenge okşaş menden bunda yakşı işlerde başkalarının ölgü eleşemdi. Özümüzden özümüzdeki o'xshash mundolardan emas, o'zimizni yuqori turtganlardan o'lga elish orqali biz o'z yaxshi tarafga o'zgara olamiz hamda inson. Haqiqatan. Ya bu nuqtada bir hadis var, al-mar'u ala dini khalilihi. Yaxshi do'stmi bo'lsa bo'libmi yoshlarimiz,
İnsanның yaxshi do'st bilan aralashishimi atrofidagi. Yani uni nurg'un hatto yaxshi namoz o'qimaydigan bir inson masalan bir yosh bilgan. Agarda o'zining aynan solih yaxshi bir do'st bilan do'st bo'la olsa, u do'stning keyniga kirib, u nurg'un yaxshi ishlarni o'rgandi ekanda hamda. Yaxshi do'stning bo'lishimi hayot o'lgayna shu. Haqiqatan Alloh taolo Qur'on Karimda dedi: "Ya ayyuhallazina amanu va kunu ma'as sodiqin" dedi. Allohdan qo'rqinglar, iymon aytganlar, rostchilar bilan bo'ling deb. Ana yaxshi rostchil kishilar bilan birga bo'lgandan keyin, aniq o'lganimiz deb hamda bo'lgandan keyin, aniq bizga yuqudi, yaxshilik yuqudi hamda. Haqiqiy hayotdagi o'lgandi. U o'lgi degan nayt bir mashhur odam bo'lib ketish, uniki nayt hojim, qarajim, domalla bo'lib ketish shart emas. Professor bo'lib ketish shart emas. Normaldagi inson nayt axloqli, nayt durust, va'dasida turadigan, so'zda turadigan, rastçıl, samimiy ayda bir inson bo'lsa, bizga ulgu bo'la oladi shu. Mayli uning jiq ilmi bo'lmasin. Ilm boshqa, taqvolik boshqa endi. Taqvolik boshqa. Haqiqatan ya, shuni bilgan hamda shu millatimiz ichida mana yaxshi, go'zal ulgular hamda bilgan muajirat hayotida ko'plab so'zlanmaganligi uchunmiki, yoshlarimizni qaraydigan bo'lsak, shu har bir inson oilasiga qarasa, o'zining millatining qahramonlari, mayli tarixda o'tgan olimlari bularga hayronlik tuyg'usi bilan qarab, shulardek bo'lsamkan deydigan yoshlar az. Bilgan qaysi davlat yashayotgan bo'lsak, shu davlatning cho'lponlari, futbolchisi, bu narsa, uning butun oilasida kimlar bilan yeb ichib qo'yayotgandan bildam yoshlar. Ammo o'zimizningki dinimizning ichidagi bu yo'lboshchilarimiz, ularning tarixi, millatimiz ichidagi qahramonliklar, ularning narsa o'rgatilmaganligi uchun bu ruh bo'lmaganligi uchun mana shunday bu so'zlab o'tgandek bu ulgunimi ravus bir şekilde aileden berilmeganligi uchun farzandlarimiz bu kundan kuniga o'zining millatini bir xil tuvan ko'radigan bu ahvolga chiqayotgan bir ahvol bor. Haqiqatan bu masalada to'liqlanadigan nuqtalar bekchiq. Shuni olimlarimiz deydi-ku, do'stingning kim ekanligini menga ayt, sening kim ekanligini men senga deb berman, aytib bermadi. İnsan shuning uchun bek muhim bu nuqtalar. Yana ham bu nuqtada qo'shadigan boshqa bir qo'shadigan gap yo'q, hamda qo'shadigan eng muhim gap hamda bay siz degandek biz o'zimizning millatimizning qimmatini bilmaymiz ya. Mo'shuningda bo'yda bo'lishdagi sabab biz bolalarimizga bizningki ajdodlarimizni Ashtuq Bug'ra xondan boshlab Muhammad Amin Bug'ra, Sobit Domillam, Ahmadjon Qosimi, uningdan boshqa shu Kurshad masalan, ayat qizlarim deganga o'xshash, Nuzugum deganga o'xshash. Masalan, ashuning tarixlarini biz muhimda qahramon millatninki ballari bizning ajdodlarimiz mushundaqda deb davlat qurganlarni masalan Uyg'urlar Türk qavmlarining ichida birinchi qatim islom qonunini yurgizgan Ashtuq Bug'ra xonning davridagi islom qonunini davlat qonuni qilgan bir millat. Undan keyin butun Türk qavmlarining ichida Uyg'urlar birinchi qatim shaharlashgan millat. Ulu çedirde yaşayan vakti biz şehirleşip öylüğümüzde aynı boğan bir millet hem medeniyet yaratkan millet. Muşunun hemmesi biz ballağı okutuşumuz, üzümü okuşumuz gerekti. Ende biz hiç şeyini okutmaganken bu başkalarının neslini körüp oldu falanız varken, Mehmet Akif Ersoy varken, Atatürk'ü varken, usu varken, bu başka bizden yokken deydi. Ende bilmegenlikin şunda deydi. Anda o kadar üzdük kemsinette bizde o kadar mükemmel emeskemiz deydi. Ama biz hemmesi mükemmel asla. Hemmesi mükemmel. Biz aşını okutmaganken aşında nemişki biz aşını okutmayımız aşılarını. Ecdatlarımızın nemişki okutmayımız hem de. Sahabelardan başlap, Ashtuq Bug'ra xondan başlap, günümüzge kelguncha bizning mushu milliy an'anamizni va dinimizni saqlab qolish yo'lida kurash qilganlarni, mushu to'g'rida nurg'un xizmat qilganlarni, qo'mondonlarimizni, olimlarimizni, ziyolilarimizni ashuni bolalarga ayna deb berib, ayna o'qitgan bo'lsak, ayna oqshomlari shularniki hikoyasini aytamiz, hikoyasini deb berib, kitoblarini tepib, ayna o'qitib, ayna qitgan bo'lsak, bu bolada o'zininki millati bilan g'ururlanish, o'zining millati bilan faxrlanish bir hissi bo'ladi-da. Vatanni muamda, vatanning mushundaq bizning vatanimiz mushundaq go'zal, jannatdek mushundaq yer deb ash hamma yani masalan Qog'ili, Xotan, Qashqar, Charqiliq deb hammasining ismini deb, hammasining yurtninki mashhur tamoqlarini, mashhur mevalarini hammasini deb ayda bolaning qalbisiga kirgizgandan keyin bu bolada shundoq bir his tuyg'u keladigan bir ko'rsam bo'ldi ashani bak go'zal ekan bu degan ishq bo'ladi. Biz uni hech qanday qilmagandan keyin
O balının bir vatanga muhabbeti mi yok, chet elde tug'ilgan balını ko'rmagan ekan uni. Bizlar shu endi vatanning tuproqlarida yalang oyoq yurib, vatanning shu suyini ichib cho'ng bo'lganligimiz uchun vatanning muhabbati bizning qalbimizda bor. Lekin shu qalbimizdagining 30%ni bizning balalarga beralisak, naydi cho'ng ishda shu. Beralisak. Shunga hamda biz o'zimizning vatanninki qanchalik yaxshi ekanligini, xalqimizning qanchalik yaxshi ekanligimizni, bizning tariximizning qanchalik parlaq, go'zal ekanligimizni balalarimizga anda so'zlab bersak, balalarimizma hech bo'lmasa bizdek %100 bo'lmasa 50% bo'lsa bu bir vatanga bog'lanadi. Mushu eng muhim endi bizning chet elda. Balki mushuni yaxshi niyat bilan Alloh roziligi uchun qilsak, ibodat mushu ishlar. Xo'sh, xo'sh. Bir musulmon millatninki urug'ini saqlab qolish uchun qilishgan tijorat bütün bu tirishchanlikning hammasi ibodat qatoriga kiradi. Ibodat degan zot nima? Alloh yaxshi ko'radigan va Alloh rozi bo'ladigan ish. Alloh rozi bo'ladigan ish hamda mushu musulmon millatni qo'g'dab qilish, musulmon millatning g'amini yeyish, musulmon millatning mavjudligini saqlash uchun tirishish, bolalarimizni tarbiyalash degan ibodat ana shu. Albatta, albatta. Ko'pdan ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Bir şeyde tugtaydan do'stlar programımızda. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shunday qilib bugungi sonimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Haqiqatan so'zlab o'tilgandek, mayli boshda temaning boshida so'zlab o'tildi. Bugünkidek ibodatlar eng ko'p qilinayotgan Allohga yelinish iyi bo'lgan bu muborak kunlarda, soatlarda har bir minutimizni bir yaxshilikni ko'proq qilib o'tkazishga tirishyapmiz hamda. Mayli bu ahiretlikimiz için tayyorlik qilayotgan bu ibodat nuqtasidan bo'lsin, va yoki butun hayotimizdagi dunyolik nurg'un sharoitlarimizni yaxshilash masalasida bo'lsin, millatimizning biz butun muhojiratdagi xalqimiz orzu qilayotgan eng cho'ng orzuyimizga yetish nuqtasidan bo'lsin, hayotimizning har sohasida biz davomli yaxshilikka qarab o'zimizning moddiy ma'naviy barliq tarafdan biz o'zimizni puxtalashimiz, o'zgarishimiz, nurg'un yangiliklarni eng yaxshi shaklda farzandlarimizga bundan keyingi yetishayotgan hozir. Bu millatning kelgusi bo'lgan bularni ham shu vatanga muhabbat bog'laydigan, dini uchun, vatani uchun, millati uchun xizmat qilish ishqi bilan yetishtirish uchun bu millat bilan bo'lgan beg'ini asla suslashtirib qo'ymasligimiz, ojizlashtirib qo'ymasligimiz, bütün qo'limizdan kelgan barliq tirishchanliklar bilan bu nuqtada bak cho'ng vazifa tushadi har birimizga. Bu vatandan chiqqan, vatanni his qilib boqqan, u tuproqda yashab boqqan havo nafaslardan nafas olgan bizlar uchun u vatanni ko'rib boqmagan bugun necha yuz minglagan xalqimiz, hatto millionlagan xalqimiz yashayotdi muhojiratda. Bularninki albatta biz nurg'un farqli temalarda to'xtalyapmiz. Bugün Ramazan'da bu temalarım tilg'anib o'tildi. Bu nuqtadan har birimiz faqatlam voy bu bolam bir mening gapimni anglasa bo'ldi, yaxshiroq bunday cho'ng bo'ldi. Yoki shu namozni o'qiblam, uning keyinda shu yomon yo'lga aralashib qolmas bo'ldi. Shu yetarlik menga deb uning na milliy jihatdan, na vatan haqida bu nuqtalarga sal qarash, na yashayotgan bo'lsak shu yaninki madaniyatiga ko'mib o'tish. Bu en iğir bu milletki kılıngan, hatta xiyonat derecesiga berib yetilgan ish ekanligini ustalar so'zlab turibdi. Shuning uchun vazifamiz intayin cho'ng, intayin iğir vazifamiz. Bu tuyg'uda harakat qilishga majburmiz. Alloh subhanahu va taolo shuningga muvaffaq qilishini tilaymiz Rabbimizdan. Alloh umr va saata boshqa bir temada ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما رمضان